Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat, qadrli do'stlar. Ayniqsa ayollarimiz yaxshi biladi, turli tuman pishiriqlar, shirinliklar, desertlar tayyorlashda bizga eng kerak bo'ladigan mahsulotlardan biri bu razrıxlitel. Albatta bu o'sha unni shirib beradi, yaxshi chiqishida pishiriqlarimizga yordam beradi. Endi haftada bir marta, bir oyda 2-3 marta tayyorlasangiz, buni do'kondan xarid qilsangiz hech narsa qilmaydi, lekin deyarli har kuni pishiriqlar pishiradigan ayollarimiz uchun albatta hamyonbop bo'lishi kerak. Endi gohida do'konga borganda qimmat olib qolishingiz mumkin, gohida esa topa olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun hozir men sizlarga uy sharoitida razrıxlitelni tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Bu osongina hamda do'konga chopmaysiz ham. Razrıxlitelni tayyorlashni ko'rsatmoqchiligim boisi yana bir jihat shundan iboratki, internet sayfalarida qarab o'tirsam, buni tayyorlanish usulini ko'rsatishgan, lekin qancha miqdorda olinishi berilmagan va shu yerda bir tinglovchi albatta kommentariya qoldirgan, sharh qoldirgan, qancha solish kerak, olish kerak va unga javob bo'lmagan. Men hozir fursatdan foydalanib ana shu ayolimizga ham javob bermoqchiman. Demak, bizga kerak bo'ladi oddiy ichimlik sodasi. Yaxshi yopiladigan idishga mana shu ichimlik sodasidan bir osh qoshig'ida olamiz. Mana bir osh qoshig'ida olib turib solamiz bu idishga. Kraxmal, yaxshisi shu kukuruz kraxmali yaxshi bo'ladi. Bundan 2 osh qoshiq olamiz. 2 osh qoshiq. Va bizga 3-chi mahsulotimiz bu limon kislotasi. Bundan ham 2 osh qoshig'ida solamiz. Mana shu masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bizda razrıxlitel. Mana qadrli do'stlar, uy sharoitida oddiy mahsulotlardan razrıxlitelni tayyorlab oldik. Buni albatta yaxshilab yopib qo'yamiz. Zaruriyat tug'ilganda bemalol ishlatishingiz mumkin. Foydalaning.